Salom do'stlar, bugungi videoda biz Arsenal va PSG penaltilar seriyasida o'ynaymiz. They both had the same amount of attempts on goal. It's Ramos. Zarba What va a stop by David Raya. Rayadan save. He did well to get in front of that shot. Va extra timelar tugadi. Ana endi penaltilar seriyasiga o'tamiz. Birinchi zarba va Viktor Gyokereshdan ajoyib gol. Zarba va Gonzalo Ramosdan gol. It hit Eze the post so close. darvoza to'siniga tepdi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Qani duedan zarba va gol. He left the goalkeeper with no chance. Player takes a deep breath. Can he convert? Great penalty. Gabriel Martinellidan ham ajoyib That's what we gol. want. Agar Barkolya gol soladi desangiz, like bosing. Zarba va gol. Taken and made no mistake putting it away. Ana endi It's like all bosing. down to this penalty. Neatly put away. Va Madueke'dan ajoyib gol. Ana endi Joao Nevesdan tepamiz. The keeper gets correct. David Raya oxirgi daqiqalarda saqlab qoldi. Declan Rice gol solmadi. Ana endi Hakimi gol solsa, biz Chempionlar Ligasini yutamiz. Qani unda gol. Va gol. Biz Chempionlar Ligasini yutdik. Ana endi like bosib qo'ying va obuna ham bo'lib qo'ying. Chunki u menga juda ham katta motivatsiya beradi. Video shu joyda tugadi.